Nilufar opa, kollagenni yana qancha vaqt ichishim kerak? Bir marta ichdim yetadimi deydigan klientlarim bor deymanda. Qizlar, bittada hech narsa hech qachon ta'sirini ko'rsatib qo'ymaydi. Bu siz organizmingizga kerak bo'lgan vitaminlar. Bu siz organizmingiz uchun zarur bo'ladigan mikroelementlar hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha qulbinglar yetsa qancha ko'p ichsanglar shuncha effekti zo'r bo'lib boraveradi. Bu narsani men o'zimda rezultat ko'rganim uchun sizlarga ham tavsiya qilib boraman. Qurvatgan bo'lsanglar 30 kilodan oshiq vес tashladim. Meni aynan osilmasdan turib ozishimda yordam bergan alhamdulillah shu kollagenlarimiz. Kollagen butun terini tortib berish vazifasini bajargani hisobiga menda hech qanaqa osilish bo'lmadi alhamdulillah. Albatta buning uchun sal shug'ullanasizlar. Ham quruq kollagen ichdim bo'ldi, men ozib ketaman, yo bo'lmasa bo'ldi osilmasdan turib ozaman degan narsa yo'q. Albatta sport bilan shug'ullanish majburiy va ozish uchun dieta qilish majburiy hisoblanadi.